Shitirlab yog'ayotgan yomg'irning sho'x ovozi quloqlarimga aniq-tiniq kiryapti. Xonamga kimdir poshnali tuflida kirib, derazalarni ochib qo'yganini sezdim. Endi yomg'ir yanayam balandroq kuylashni boshlagandi. Poshnali ayol. Ehtimol u endigina 20larga kirgan hamshira qizdir. Yonimga kelib qo'limni ushladi. Peshonamga teginib, boyadan beri g'ashimni keltirayotgan bir tutam sochimni qo'llar bilan yon tarafga tarab qo'ydi. Dimog'imga uning o'ta shirin iforli atiri urildi. Arzon atir. Bunday narsalarni yaxshi tushunaman. Demak, u hali pardozni uncha eplolmaydigan, maoshi o'rtamiyona yosh hamshira. Bu yer xususiy kasalxona. Doktorlari ancha yaxshi topishadi. Yoki biroz didsizroq doktori ayol bo'lishi ham mumkin. Chunki u xonaga poshnali tuflida kirdi. Hamshiralar kasalxonada bunday yurishmaydi-ku. Men tomon tanamga ulangan bir necha xil uskunani tekshirish uchun yanayam yaqinroq egilganini dimog'imni teshib yuboradigan darajadagi upaylik hididan payqadim. Eshik ochilib, baland va quvnoq ovozi bilan bir erkak kishi kirib keldi. Yoqimli va jarangdor ovozidan u 35-40 yoshlar bo'lsa kerak. Ha, tekshiruvni boshladik. Ahvoli juda og'ir. Qon bosimini ko'tara olmadik, doktor. Adashmabman, u hamshira ekan. Doktorga nozlanibroq gapirishiga qaraganda, erkak haqiqatdan kelishgan yoki yaxshigina obro'li. Unda yaqinlariga xabar qilish kerak. Ha, aytganday, bugun juda ochilib ketibsiz. Balki bugun tushlik ustida birgalikda ba'zi rentgenlarni muhokama qilib olarmiz. Ular aynan qanday rentgenlarni muhokama qilishlarini tasavvur etyapman. Jarangdor ovozli doktor, hoynahoy hali diydasi qotmagan bu dumbul hamshiraga xotinini qanchalar uni tushuna olmasligi va u hamshiraning ko'zlariday ko'zlarini hali hech qayerda uchratmagani haqidagi cho'pchakni o'qib bersa kerak. Uning uylangan ekanini yuzimga o'ng qo'lini tekkizganida yonog'imga biroz botgan nikoh uzugidan angladim. Ular tepamda turisharkan, tibbiy masalaga qo'shib, uchrashuv vaqtini ham belgilab olishdi va quvnoq doktorning latifalariga qotib-qotib kulgancha ikkisi ham xonamni tark etishdi. Boyagi poshna xususida doktor shuning uchun ham hamshiraga e'tiroz bildirmasa kerak. Bu ham uzoqqa bormaydi. O't olovli, qaynoq doktor nari borsa, 2 oydan keyin bu jononni Shimoliy qutbdagi muzliklarday sovishi turgan gap. Bir-birlariga shaydo bo'lib, chiqib ketishgani zavqli-yu, derazalarni qayta yopishni unutishgani yomon bo'ldi-da. Kuzning salqin shamoli nazarimda menga nimalarnidir aytmoqchi bo'lib g'uvillayapti. Etimni sovuq, nam havo qoplab olayotgandek go'yo. Ich-ichimdan titroq kelishni boshladi. Ammo meni ko'rganlar bunday o'ylamasligi aniq. Jismim toshday qotgan. Hech bir a'zoyimni harakatlantira olmayman. Faqat hislarim hamon qimirlayapti. Hislarim, o'ylarim, ongi shuurim, tanimga ulab qo'yilgan kompyuterlar orqali urayotgan yuragim va quloqlarim. Umuman olganda, boshqa bir dunyoga ketayotgan yarim chala jon inson uchun sovuqmi, issiqmi farqi ham yo'q. Lekin ayni damda tiriklik nishonasi bo'lgan ba'zi a'zolarim sovqotayotganidan isyon ko'tarardi. Baxtimga kimdir xonamni eshigini ochdi va tez-tez qadamlar bilan shamolda ochilib-yopilib o'ynayotgan derazalarni berkitdi. O'sha kimdir nazarimda erim bo'lsa kerak. 10 yillik hayot yo'ldoshim. Ha, bu aniq o'sha. Mana u meni muzlab ketgan rangsiz yuzlarimdan o'pib qo'ydi. Men uning nafasini shu on butun vujudim ila his etdim. Yuzimga yuzini qo'yganida soqollari chunonam botdiki, demak, hech narsaga hafsalasi yo'q. U yonimga kursi olib kelganga o'xshaydi. O'tirib, qo'llarimdan tutdi. Yig'ladi. Qo'llarimni yuziga bosib, unsiz yig'ladi. Ko'z yoshlarini tirnoqlarimning uchigacha his etdim. Qani endi yuzini silab, ko'z yoshlarini arta olsam. Yaratgandan bir kuch ato qilinsa-yu, qaddimni rostlab uni bag'rimga bossam. U shu qadar o'kinib yig'layaptiki, barmoqlarim goh yuzining, goh yelkalarining silkinishini sezyapti. Mayli, qaddimni rostlamasam ham mayli. Bag'rimga bosib yuzidan silasam ham roziman.
Biroq bir kuch bilan ko'zlarimni ochsam va so'nggi bora to'yib qarasam edi. O'sha meni shaydo etgan chuqur, ma'no to'la yonib turgan ko'zlariga boqsam, ehtimol hozir u ko'zlar yonmas ham. Qarashga-da imkonsizman. Hatto kiprik qoqib qo'yishga ham ojizman. Mening tug'ilganimdan buyon hamroh bo'lgan mana shu xasta yuragim ayni damda shu qadar o'rtalib ketdiki, gapiring azizim, gapiring, men sizni eshita olaman. Hech bo'lmasa shungada qodirman. Hayotimning 10 yilini nurlarga to'ldirgan qalbimdagi ilk bahorim. Nega gapirmaysiz? Gapiring. So'nggi bor sevishingizni ayting. U gapirmadi. Yo'q, u gapira olmadi chog'i. Tashqariga otilib chiqib ketdi. Ehtimol doktorlar bilan gaplashishga yoki baqirib yig'lash uchun. Yana yolg'iz qoldim. Endi eshik ochiq qolgan edi. Yo'lakdagi ovozlar shundoqqina eshitilib turibdi. Ha, u meni tushlikka taklif qildi. U juda kelishgan erkakda. Afsus, uylangan. Bu boyagi hamshiraning ovozi. Poshnasining tovushidan tanidim. Yana adashmabman. Doktor haqiqatdan kelishgan ekan. Bu qushchaning to'lqinlanib sayrashidan ma'lum. Yoshlik. Esimda, bundan 10 yil avval men ham shunday edim. Sodda, g'o'r, biroz tentakroq, lekin baxtli. Yo'q, men hozir ham baxtliman. Men doim baxtli bo'lganman. Doim hayotga chanqoq edim. O'zimni sevardim, hayotni sevardim. Erimni, bolalarimni. Bolalarim mening jonimning bir parchalari. Ular kelisharmikin? Ularni olib kelisharmikin? Yoki qo'rqishadi deb. Faqat sekin bolalar. Mening hislarim doim sezuvchan edi. Mana hozir ham. Demak, erim bolalarimni olib kirish uchun otilib chiqib ketgan ekan. Mana ular. Maktabga endigina chiqqan o'g'lim va 4 yashar mahmadona qizcham. Ularning kichkina oyoqchalari xonamning poliga urilyapti-yu, qadamlarining beg'ubor, eng toza ovozlari qulog'imga baraban tovushi misoli qattiq, shu bilan birga maftunkor nay kabi yoqimli bo'lib kiryapti. Hovliqib ketdim. Yuragim yana ham tezroq urishni boshladi. Avval o'g'lim, keyin qizimning qaynoq lablarini yonog'imda his etdim. Nahotki ular hayqirib ketayotganimni ko'rishmayapti. Nahotki o'pichlari yuzimni yondirib, qaynoq qilib qo'yganini sezishmayapti. Men his qilyapman. Ularning qadrdon taftlari oyog'imning uchigacha qizitib yubordi-ku axir. Bolalarim, mening quyoshlarim. Oyi, biz sizni sog'indik. Tezroq uyga boring. Dadamning ovqatlari shirin emas. Men darslarimni tayyorlashga kim yordam beradi? Oyi, eshityapsizmi? Ha, men seni eshityapman o'g'lim. Mening aqlli, qaysar, biroz xudbingina o'g'lim. Men seni butun tanimni quloq qilgancha eshityapman. Qani endi men senga yana o'sha do'lmalarni, qovurdoqlarni tayyorlab bera olsam. Qani endi darslaringni tayyorlashga yordam bera olsam. O'g'lim, unday dema. Hammasi yaxshi de. Oyingni qiynama. Erimning ovozi bo'g'ildi. Chiday olmadi chog'i. Nazarimda u yana yig'layapti. Lekin yana unsiz. Oyim tursin, nega yotibdi? Oyimni yonida yotaman, dada. Yo'q qizim, oying uxlayapti. Yo'q, qo'ying azizim, yotaversin. Uni yonimga yotqizing. Qizimni bag'rimga bering. Xudo haqqi yotaversin. Uning islarini his qilay. Ruxsat bering, yotaversin. Uning o'sha jingalak, qalin sochlari yelkalarimga, yuzlarimga so'nggi bor tegsin. Oyi, turing, uyga ketaylik. Bog'chadagi bolalar meni urishdi. Urishib bering. Siz bog'chaga olib borsangiz, shokolad olib berardingiz. Dadam olib bermayapti. Olib bering unga shirinlik. Olib beravering azizim. Ha, yodimda, men senga doim har xilidan olib berardim. Dadangga aytmas edik. U sening sog'lig'ingni o'ylaydi-da, men ham. Lekin o'sha mo'ltiragan ko'zlaringga boqqanim zahoti erib tushaverardim. Esimda, kichkina, yumshoq qo'lchalaringdan tutib, bog'changga piyoda olib borardim. Sen yo'l bo'yi mahmadonalik qilib bildirlagancha sakrab ketarding.
Senga qarab hech to'ymasdim qizalog'im. Sen yillar o'tib go'zal va baxtli kelin bo'lganingda yoningda quvonchingga sherik bo'lib turolmasligim uchun bular menga nasib qilmasligi va seni o'sha lahzalarda yuragingning bir chekkasi huvullab turishi muqarrar bo'lgani uchun ham meni kechir. O'sha jingalak sochlaringga qo'lim tegsa edi. Kichkina barmoqchalaringni yana bir bor siqib qo'yolsam edi. Roziman, roziman sizlarni o'pmaslikka, erkalamaslikka. Faqat bir bor, so'nggi bor ko'rsam edi. Bu qanchalar baxt bo'lar edi-ya men uchun. Avvallari bularning naqadar yuksak baxt ekanini tushunganimda edi. Sizlarni bir zumga ham bag'rimdan tushirmagan bo'lar edim. Hozir esa hatto ko'rishga-da ojizman. Oh, qani edi ko'zlarimni ocha olsam, bir harakat qilaychi. Yo'q, ocha olmadim. Bo'ldi qizim, oying baribir seni eshitmayotgan ekan. U uxlayapti. O'g'lim ketdik. Qani tashqariga yuringlar. Yo'q, shoshma. Bir zum to'xtanglar. Men eshityapman. Sizlarni shundoqqina his etib turibman. Eshityapman axir. Ketmanglar, o'tinaman. Eshik yopildi. Ketib bo'lishdi. Xasta yuragim, biz yana birga qoldik. Sen. Ha, sen. O'sha tosh yurak. Sen aybdorsan bariga. Sen meni bu dunyolardan olib ketyapsan. Ana endi qiynalaver, ezilaver, qon yig'layver. Sen emasmi? Onam meni tuqqan kunidan boshlab ojizlik qilgan. Sen emasmi menga yillab azob berib, sanchib turgan. Sen tufayli tirik murda misoli yotibman. Nachora. Senda ham ayb yo'q. Taqdir, qismat bu. Endigina 33 bahorni qarshilaganimda shunday bo'lishi taqdirimda bor ekan. Roziman. Barisidan roziman. Axir 33 yil avval ham ketishim mumkin edi-ku. Lekin menga shuncha vaqt inom etildi. Yodimda, qizaloq maholimdan to hozirga qadar onam meni papalab, silab siypalardi. Katta bo'ldim, sevdim, sevildim. Turmush qurdim. Avvaliga farzand ko'rish xavfli deb menga ruxsat berishmadi. Lekin keyinroq hatto farzandli bo'ldim. Bir emas, 2 zurriyotim bor. Bu baxt emasmi? Bu baxt. 33 yil avval keliboq ketish o'rniga shuncha yilni, shuncha quvonchni qismat menga hadya qildi. Yaratganning tuhfasi bu. Men baxtliman. Garchi hozir qimir eta olmasam-da, baribir baxtliman. Chunki men hech bo'lmasa his etyapman, rozi bo'lyapman. Men yashayapman. Biroq men bugun, aynan bugun barisi tugashini, aniqrog'i bu dunyodagi ishlarim tugashini sezyapman. Bugun men ketishim kerakligini ich-ichimdan his etyapman. Eshik yana ochildi. Bugun bu eshik juda ko'p ochildi. Bu bu islar menga juda tanish. Bu qadrdon islar otam va onamniki. Men aniq bilaman, bular ota-onam. 2 juft horg'in qadam tovushi indamaygina menga yaqinlashdi. Sochlarimga tegilgan baquvvat qo'llar, so'ng peshonamga sovg'a qilingan o'pich. Bu esa otam edi. Ana yumshoq, qavaribroq ketgan qo'llarini qo'limda his etdim. Yaqin kelgan nafas. Bu onam, onajonim. U meni o'pdi, yig'ladi, sochlarimni siladi. Ozib, suyaklarigina qolgan quruq, lekin tarang tortilib turgan bo'ynimdan o'pdi. Yelkalarimni siladi. Onajonim, buncha qaltiraysiz. Siz ham sovuqdanmi? Bu sizmi, ona? Qizim, bolaginam. Adashishim mumkin emas edi. Bu meni dunyoga keltirgan yakka-yu yagona, xasta farzandim deya yeru ko'kka ishonmagan ota-onam. Onam to'yib yig'ladi. Sezib turibman, otam ham yig'layapti. Gapiring, otajon. Gapiring, onajon. Qo'llarimni qo'yib yubormang. Men o'sha siz hayot bergan, o'sha mittagina qizingizman. Gapiring, men eshita olaman. Gapiring, meni bag'ringizga qattiqroq bosing. Sovuq. Sen tuzalib ketasan, tuzalasan. Axir onang manku, sezyapman. Tuzalasan, bolaginam. Shu gap kerak emas edi. Onajon, shu gapni aytmang. Yolg'on umid bermang. Kerak emas. Axir men bugun ketaman. Siz yaqinda his qilib turibsiz-ku.
Axir siz gapirmasimdan meni tushunib oladigan volidamsiz-ku onajon. Hislaringizni rostini ayting, meni aldamang. Men tuzalmayman ona. Men endi yashamayman. Men bu yerlardan endi ketaman. Sen meni tashlab ketishing mumkin emas. Sen hali uzoq yashaysan. Yashashing shart. Orqangda zor qaqshatib keta olmaysan. Oh, bu nola to'la ovoz. Meni qiynamang onajon. Bunchalar kuyinmang. Nachora qismat. Bu savdo kimning boshiga tushmagan axir. Onajon yig'lamang. Bas yig'lamang. Men erimni tashlab ketishim mumkin. Hali yosh. Uylanib baxtini topar. Farzandlarimni ham tashlashim mumkin. Ular katta bo'lib, ovunib ham ketishar. Dadam erkak kishi, nabiralarga o'ralashib chidar. Ammo sizchi? Men sizni qanday tashlab ketaman? Kimlarga tashlayman ona? Shu vaqtgacha mening ham yuragim urushdan, yurak hovuchlab turgan onajonim. Sizni ko'zim qiymayotgan ekanda. Sizga mushtoq ekanman-da onajon. O'tinaman, ortimdan dod solib yig'lamang. Meni qiynamang. Qiynamang. Bas qil, uni qiynama. Qizim, seni yaxshi ko'ramiz. Yuragim urib ketdi. Yuragim juda tez urib ketyapti. Eshik. O'sha eshik yana ochildi. Qadam tovushlari ko'payib boryapti. Buncha odam ko'p. Kimsizlar? Men faqat erimni, otamni, onamni islarini ajratib ololyapman. Ularni shuncha odam ovozi, qadami, isi ichidan shundoqqina sezib turibman. Havo kerak menga. Havo. U sizlarni eshitmayapti chog'i. Ba'zan esa o'lim to'shagida yotgan bemorlar eshitishadi. Gapiringlar. Bu boyagi maftunkor doktor-ku. U tushlikda boyagi hamshira bilan uchrashishi kerak edi. Ehtimol kechga qolgandir. Nimalarni o'ylayapman o'zi? Hatto o'ylay ololmayapman chog'i. Ter oqyapti. Titroq kuchaydi. Meni o'rab qo'yinglar. Xudo haqqi o'rab qo'yinglar. Sovuq, endi juda sovuq. Onajon, faqat dod solib yig'lamang. Xasta yuragimni, keyin jismsiz qolgan ruhimni qiynamang. Seni yaxshi ko'rishimni bilasan-a? Sen men uchun, ey Xudo, men bolalarimizga yaxshi qarayman. Eshityapsanmi? Yaxshi qarayman. Eshityapsanmi azizam? Bir nima de, hech bo'lmasa jilmayib qo'y. Meni eshitayotganingni bilsam bo'ldi. Meni eshitsang edi. Men seni juda. Ha, siz meni juda sevasiz. Men ham. Eshityapman. Men sizni eshityapman. Tushunarsizroq, pastroq, biroz anglamayroq. Biroq eshityapman. Qani edi bildira olsam buni. Havo yetishmayapti. Havo qani? Boyagi derazangizni oching. Yo'q, mayli ochmang, sovuq. Odam ko'pmi? Havo yo'q-ku. Eshikni ochib qo'yinglar. Yo'q, kerak emas. Mayli, kerak emas, befoyda. Faqat tezroq gapiring. Vaqtim juda oz. Qizim, qizginam, sen biz uchun juda yaxshi farzand bo'lding. Bizdan norozi bo'lma. Biz sendan rozimiz. Sen ham rozi bo'l. Eshityapsanmi, qizginam, rozi bo'l. Roziman dadajon. Eshityapman. Qani endi bildira olsam. Ey Xudo, ularga bildirib qo'y. Eshitayotganimni bildirib qo'y. Tezroq, vaqtim oz. Oh yuragim, yana birozgina kut. Biroz chida. Bilaman, hech kim bilmasa ham men sezyapman. Eshityapman qizim. Seni yaxshi ko'raman. Tinchlan. Ha, onajon, men eshityapman. Jimgina yotganga o'xshasam-da, ichimdagi jon tinmay hovliqyapti. Tinchlanmayapti. U ketyapti onajon. Oh, havo yo'q. Juda charchadim. Madorim qolmadi. Roziman, jonimni ol, ey Xudo. Faqat ularga bildirib qo'y. Ularni eshitayotganimni bildirib qo'y. Tirik murda bilan emas, hamon his eta olayotgan inson bilan birga ekanliklarini bildirib qo'y. Ular meni qalbimda qolib ketgan o'sha dardlarni, gaplarni soniyalarda anglab olishsin. Harakatsizman. Butun jismim jim. Shu qadar sokinki, lekin ichimda, yuragimda, hislarimda tug'yon osmonlardan tushayotgan yomg'ir misoli shovqin solyapti. Men o'sha yomg'ir tovushini so'nggi bor his etyapman. Bugun hamshira va kelishgan doktor uchrashishadi.
lekin men u dam yo'q bo'laman. Ertaga yana quyosh chiqadi, lekin men yo'q bo'laman. Ertaga yangi kun kiradi, lekin men yo'q bo'laman. Yana odamlar o'yin kulgu qiladilar, lekin men ularni orasida bo'lmayman. Ammo men roziman. So'nggi o'tinchim esa ularni his etayotganimni, eshitayotganimni bilishsin. Ey yaratgan egam, so'nggi o'tinchimni ham amalga oshir. Menga hadya etgan bu umring uchun minnatdorman. Men juda charchadim. Charchadim. Ta'ziyamni qabul qilinglar. Bemorni joni uzildi. Ey Xudo, oyi, dada qarang uning ko'zlariga. Uning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. U bizni eshitgan ekan.